Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi kunda bilamiz, O'zbekistonda chanoq son bo'g'ini endoprotezlash, tizza bo'g'ini endoprotezlash amaliyotlari juda ham ko'p o'tkazilyapti va bu amaliyotlardan keyin bemorlarni yuragida bitta savol qolib ketadi. Doktorga bergani xijolat bo'ladi yoki bo'lmasa kimdandir uyaladi. Shu masala bo'yicha gaplashamiz, ya'ni tizza bo'g'imi yoki bo'lmasa chanoq son bo'g'imini endoprotezlash amaliyotidan keyingi jinsiy hayot haqida gaplashamiz. U qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, xo'p, chanoq son bo'g'imi protezlangan bemorlar uchun alohida rekomendatsiyalar bor va tizza bo'g'imi endoprotezlangan bemorlar uchun alohida rekomendatsiyalar bor, ya'ni holatlar yuzasidan. Agar sizda ham chanoq son bo'g'imi yoki tizza bo'g'imi endoprotezlash amaliyotidan keyingi ushbu savollar bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin va hozir quyida sizga o'sha holatlar bo'yicha kichkina kitobcha taqdim etamiz. Shundan ko'rib bemalol foydalanishingiz mumkin.